Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. TikTok platformasi, YouTube platformasida bizni kuzatuvchi aka-ukalarimiz. Kechadan beri biz bir videoni ko'raman, or nomusim chidamaydi. Men laqay bo'lmasam ham o'zbekman. Laqaylarning misol qilayotgan qilig'ini ko'rib, laqaylarga tegishli emas bu. Aynan laqay qizga tegishli. Laqay qiz chiqqan efirni ko'rib, hech o'zima kela olmayman, birodar. Men laqay bo'lmasam ham o'zbekman. Biz ham laqaylar bilan bir tanu bir jonmiz, birodar. Buni ko'rib, bu videoni ko'rib обращаться. Bunday qilib videoni ko'rdik. Videoni ko'rib chiqdik mana. Hop. Bir salgina tartibga olinglar. Ha desang o'zbek bunday, laqay bunday, ha ikkoving bir millatsan. Ha to'g'ri, biz ikkovimiz laqay bilan o'zbek bir millatmiz. Lekin obro'yimizni TikTok platformasida puldi deb, like deb, aktiv deb o'zini o'zini tugatgan. Ey inson bolasi, o'sha yigit, o'sha qiz, Xudo insof bersin, Xudo hidoyat qilsin sizlarni. O'sha bolani men tanimasam ham videosida ko'rdim. O'sha bolani ham, o'sha qizni ham. Ali Ko'mirchi, sizga rahmat. Bosing oldiga, biz Padishkada. Boricha biz ham mana shunday qilib platformaga qo'yib tarqatamiz. Yomg'ir sikimi? Eshitdingmi? Men aytyapsam, laqay, harom laqay bilan. Sen aytaqay. Mana axir TikTok'a bundan chiqdilaring. Sharmendam bo'llaring, zapallaring chiqdi. Mana axir nima bo'ldi? Mana sharmendachilikda qilib zapal bo'l tapda-ya. O'zi laqay qizi yana ves laqaylar so'zib o'tirdi. Og'izda sigaret, qo'lda skrak, tembol o'razaning kunida mana shu sharmendachilik qilib o'tirdi. Sirroshna mana shuni o'ylab, men hozir Telegram kanaliga tayladim mana shuni. Telegram kanallariga o'tib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Telegram kanalimizda ham turibdi opsiyaniyada. Jalan zaman bo'lsa, men gapim yo'q aynalar.